Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Chilangar jamoasining navbatdagi buyurtmasi asosida kotel yasalmoqda. Navbatdagi kotelimiz atrobodka moyida ishlay oladigan to'laqonli отопление uchun kotel sifatida taqdim qilinadi. Bu nafaqat atrobodka moyida, balki oqma gazda va propan gazda ham to'liq ishlay oladigan kotel sifatida tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni kim kotelni gazli kotel sifatida taqdim qilib, gaz bo'lmagan holatlarda to'laqonli atrobodkada ham ishlatish imkoniyatiga ega holat bo'yicha kotel sifatida tavsiya qilsak bo'ladi. Kotelimizning umumiy chizma ko'rinishi o'lchamlar asosida hali bu kompyuterda dasturlanadi. Bu boradagi kotellar haqida internet tarmog'ida juda ko'plab ma'lumotlar berilgan. Aniqroq tushuncha hosil bo'lishligi uchun quyidagi ko'rinishdagi 3 o'lchamdagi kotel sifatida tushuncha olib berishga harakat qilib beramiz. Mana shu ko'rinishda kotelning ustki ko'rinishi, ichki diametr turba qo'yiladi, tashqi diametr korobga ham turba qo'yiladi. Mana bu joyda bu teploobменniklar. Hop, ishlash prinsipi quyidagicha bo'ladi. Pastda yonish holati bo'ladi. Yuqoriga chiqadi. Yuqoriga chiqqandan so'ng yana mana bu turbalar orqali pastga yo'naladi va pastga yo'nalgandan so'ng dimoxod orqali kotelning ichini tark etadi. Hop, bu ko'rinishda kotelda bitta eshik bor. Bizning holatimizda mana bu joyda ikkita eshik bo'ladi. Hop, mana ko'rsatamiz. Demak, mana yonboshdan ko'rinish sifat holat bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, mana bu kotelimizda bitta ko'rinish bor, bitta eshik bor, ya'ni mana dimoxod. Bizning holatimizda ikkita eshik bo'ladi. Atrobodka moyi mana shu yerda yuqoridan tomgan holatda yonish protsessi mana shu joyda bo'ladi va yuqoriga qarab harakatlanadi va yuqoriga chiqib mana shu turbalar orqali qaytib kelib, keyin kotel ichini dimoxod orqali tark etadi. Bu joyda garelka qo'yish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Istasak oqma gazda, istasak propan gazda kotelni ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hop, bu yuqori qismi kotelda mana bu joydan demak havo purkadigan kanal boryapti. O'rtadan moy tomib turish uchun quyidagi ko'rinishda kanal hosil qilingan bo'ladi. Mana bu yerda ventilyator turadi, ya'ni ulitka turadi. Hurmatli kuzatuvchilar, kotel haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizni kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Bu kotelimizni ham yaqin kunlarda chizib, taxlab, kompyuterda dasturlab, yasab sizni e'tiboringizga taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.